Assalomu alaykum hammalaringizga. Bu murojaatim stomatologga keladigan patsientlarga. Xo'sh, sizlardan bitta iltimos, stomatologga kelishdan oldin protezlaringizni yuvib, tozalab, keyin olib kelinglar. Mana ana ishni qo'yib berilganiga 2 oy yo 3 oy yurmasdan turib patsient ishni sindirib kelgan. Yangi qo'yib berilgan ishni ahvoli ana. Ko'p vaqt ketmaydi shuni yuvib, tozalab, keyin stomatologning oldiga olib kelishlaringizga. Bilmadim bu ishni qanaqa qilib og'izga shundoq taqib yurgansizlar. O'zim hayronman. Sal e'tiborli bo'linglar. Hozir uni og'zini, paketni og'zini ochsa, u hidiga chidab bo'lmayapti. Protez taqadigan tanishlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying.